为现在什么都懂，相信我自己，浑身充满一股欲。 Yo'qolib ketgan bu shirkatim yo'qolib ketdi. Men demoqchi edi, uxlaydi deb yo'qolib ketg'aysizlar. Birini qo'yma. Voy, kallangning dardi bormi yasidan? Agarda u mo'mayga biray sho'p qolsa, men vijdon azobi tatmamdim. Buni emot kuchimni tekshirsak baribir. Hammalarni kim tuvan chiqadi. Kimni topdinglar? Yiliqi immunit kasallik kiribdor bo'lgan guvohini topdik, doktor. Meni ser bilan kurashtirmaydigan bo'lsa, mana bu yani mening makoni qilaman. Seher? Sen de acaba uzak yokup gittin ne kadar? Ah, kim almışlar çınıkınız? Hey, Jack. O'tirib boramiz. Men chiniqolmaydigan bo'ldim, Jack. Yani nima bo'ldi sana? Ha? Bir obdan kirishga ishqa. Biz boshqa ko'chib ketgan bo'ldik. Nega? Nagujligimiz hozircha aniq emas. Chiqilib, hozir uyimizni ko'chib ketamiz. Chaqchaqimni atqansa? Yo'q, Jack. Momamni saqladida. Men jiddiy qaytib ketishim kerak. Shonsan atay deb qaytib keldim. Men sim kartani birini bergan. Ben nereye ketishimni qatnazar sal telefon qilib turman. Ma'lum sim kartı tushgan. Pat telefon qilib turman. Puli. Ailenin ishiga aralashmay. Lekin inimni sen bilan pek kurashdigim bordi. Bu orzuyim ko'pga aylangan o'xshaydi. Ening bilan biz ko'chib ketsak yana patiqani qaytib kelishimiz mumkin. Shu chog'imizni izlab kelma. Ondan ko'rishaylik. Bo'ladi. Aras. Ma palayni san so'q qilay. Mayli, nədil bo'lsam, chiniqishini tashlab qo'ymagan. Bu palayni kiyib olsang, qo'lingning qayrilib ketishining oldini oladi. Ahmet Eleyla. Ben mayli nədil bo'lay. Satıl foqturman. O'zingni asra. Sen bu hayotimda eng yaxshi muomala qilgan odam. Rahmat sana. Seher! 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 Ne bir şey oldu ya? Niye kina falan? Bir gün kim bilen köreştin bilinse? Çok bilen köreşkinse?
Voy javob cho'qib o'tib ketar bo'ldi. Hamsi kim bilan ko'rashdin? Sahar bilan ko'rashdim. Ha? Sarab qoldingmi yo? Nada ko'rashdin? Voy rost bizni ishxonamizni izlab ketdi. Bugun? Voy bugun rost keldi, doqildi. Shuni mana qanday bo'ldi? Biz uchun uzoq farqlashdik. Lekin sen izlaysan boshqa ishxonasiga kelsan shuni. Qandaroq qilgan u? Mana yoqdi. Qarasam bu shu jiray. Shalvoqlaringni iqtib ketibsan. Sen bir gap deb bersamchi qara. O'zim uchun amroq bo'lib qoldi. Yantaxi yuziga suyib qo'ydim deydi. Oyimni kuchaydi. Shundan shuni qilib yudimmi endi? Endi sen jo'qlar ko'rishtirishni o'rni qolmabdi. Voy unutib ketdi, u jo'qli bo'ldi. Onu unutib ketgandan aksine qanday unutayman? Ben yordam qilma dedim o'g'lim. Ma'qul. O'zingni ishingni tugatib qoplan, meni ishimni unutib qolsam bo'lmaydi, Jumo. Xotirjam bo'lma. Lekin u bolam uyini so'rayman deb unutib qolibman qara. U uyini adresini sabadan bilaman dedi-ku. Adamdan so'ramamdi. Boshliq bo'lsa u qanday so'rab bo'ldi deylar. Men qo'limda jiddiy ishlarni tugatib chiqayandim paranglashadi. Ay chaqqon chiqdimi? Adam bu. Oğlan. Oy, siz... Yaxshimsiz mama? Men to'nni oldingizmi? Men burun bir kelgan, lekin o'chaq o'z ixtiyorim bilan kelmagan. Lekin bu da o'z ixtiyorim bilan kelishi. Balam, sizning bu beshingizga bir ish bo'lmagandi, ha? Yo'q, hech qisi yo'q. Bunda deb kelsam gap uzun. Onun ustiga siz tushunib olmaysiz. Mana sizga og'ash ketish. Az olsun. Ha, siz bir qatim kelgan-ku deymi balam, ha? Asli oldingizmi? Hech qisi yo'q mama. Qabul qilaveram. Faqat qiz hech nima bo'lmaydi. Rahmat. Buni mening o'g'lim Saharning ehtiyoj ekanligini qanday bilib olgansiz? Qanday? Hozir hamma odam immunotning xavfiga uchrayotdi emas. Shun sizga g'am xalasning qizil uzum quvvat ichimligini og'ash keldi. Rahmat. Men sizni taxabra xabarlarni anglab, ondan kep qolgan o'xshaydi debdimi? Nimadan xabar topatdim mama? Mandaq ish. Saharni birsi aldayotdi. Aldayotdi? Kim aldayotdi? Sehrgar deb birsi aldayotdi. U hammamizni aldayotdi. Hozircha nima g'arzi borligini bilmayman. Sehrgar dedingizmi? Ha. O ilaqi manda bir narsa kiyib yo'q bu mushinchiliklar bor. Shumi? Dal o'zi shu. Siz unutdingizsiz? O bizni uyga keldi. O'chu Saharning kelgusini deb beralayman deb, unda yana kelib ilaqi dadisi bilan opisning rasmlarini ekib berdi bolam. Bularning hammasi yolg'on mama. Bu rasmlarning hammasi asli mendidi. Men dal Saharni rasm tatgan Hasan degan suratchining bolasi bo'laman. Bu aldamchi meni kontrol qilib, u rasmlarning hammasini o'g'irlab ketdi. Bu gaplarning hammasini Saharga desam, u menga ishonmayapti. Siz bu gaplarning hammasini Saharga yetkazib qo'ying. Ma'qul bolam, ma'qul. Men deb qo'yay. Men qaytay mama. Ma'qul. Xo'sh bolam amsa. Ma'qul, xo'sh.
Sen, bu sen, quyosh chaqnasan. Sen, bu sen, sahar babushan. Sahrimni qo'rqitishni qishni boshlayman. Menga maskan menga illatlarni buzib tashlayman. Yaqin manzilga emas balki ijro qilib taxlayman. Butkul xiyim qadar chapar mushaqqatimni otmayman. Bilma ko'raman oldimda qorong'i bo'lsa-mu hech qisi yo'q. Quyoshdan chaqlayman dushmanga yoqmayman vaqti o bo'lsa-mu o. Sahra meni qismim qizil jismim qisqin hissiyotim meni iltifotim meni xayolimga realdir. Sahra o'zimga isbotim. Sen bu sen quyosh chaqnasan. Sen bu sen sahar babushan. Nima? U bizning qanday deb keldi? Men bilmayman. Na, chiniqma o'tiribsan-ku. Aras, masambaga o'quvchi ko'rinmaydi-ku. Hozirgi bolalarning beli bo'sh. Ozroq mashq qilib qo'ysam yo'q edi-ku. Nima? Ha? To'qlar yelazlab ketibdi-ku. Bir sekregar ketgan. O sening kelgusingni deb beralayman deydi.